Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hurmatli kuzatuvchilar. Men Eminov Behzodbek Abdujabborovich, sizlar bilan axborot texnologiya asoslari fanimizdan navbatdagi mavzuyimiz juda ham qiziqarli mavzulardan biri. Kompyuter viruslari va ularni kompyuterdan himoya qilish haqida gaplashamiz. Kompyuter viruslaridan himoya qilish bugungi mavzuyimiz. Bilamiz, hozirgi kunda kompyuterga viruslar juda ko'p, ma'lumotlarni yo'q qilish, kompyuterlar ishdan chiqarishga harakat qiladigan viruslar juda ko'p. Bugungi rejamiz bo'yicha antivirus haqida ma'lumot, texnik xarakteristikasi, imkoniyatlari, interfeysi, antivirusning funksiyalari, maxsus funksiyalari va kamchiliklari. Texnik xarakteristika: antivirus dasturining dasturiy ta'minoti, ishlab chiqaruvchisi Secure tomonidan operatsion sistemalar Windows 8, 7, Vista XP va hokazo. So'nggi versiyasi 12.77.100. Litsenziyasi sotuvchi ishlab chiqarish tomonidan saytlari ham ko'rsatib qo'yilgan. Mana internet security antivirusini ko'rinishi sizlarga. Secure antivirus asosan cherf va turli xildagi zararlantiruvchi viruslarni zararlantirish uchun ishlab chiqilgan. Mana bu o'ng tomonda yana kompyuterda qanday holatda turgani. Aksariyat sotuvchilar o'zlarining shaxsiy antiviruslarini murakkab yechimlarga o'xshash ko'plab qo'shimcha funksiyalari bilan jihozlanishga urinmoqda, ya'ni qiyinlashtirishga. Bu Secure antivirus 2017-yil faqat tizimni turli xil zararli dasturlardan himoya qilishning asosiy vazifasi sifatida qamrab oldi, ya'ni asosiy dasturni himoya qilishga qaratildi. Antivirus hatto veb saytlarni himoya qilish va firibgar saytlardan himoyalashga ham ega emas. Boshqa tomondan mahsulotning asosiy tarkibiy qismlari yuqori sifat va samaradorlikka ega va DeepGuardning proaktiv komponenti so'nggi tahdidlarni ishonchli tarzda bloklaydi. Bir kompyuterni himoya qilish uchun yillik abonent faqat 800 rublga sotib olish mumkin. Taqqoslash uchun qo'shma shtatlarning 1 yillik uchun litsenziya olish uchun $40 to'lash kerak bo'ladi. Bu juda foydali daromaddir. Bu antiviruslar mana ko'rib turibsizlar qanchalik himoyaligini ko'rsatyapti. Bu antiviruslar kompyuterlarga tushadigan viruslardan kompyuterda himoya qilish kerak. Kompyuterga viruslar qayerdan tushadi desangiz, asosan internet tarmog'idan kompyuterga ulangan bo'lsa virus tushadi. Bu virusning salbiy oqibatlari birinchi navbatda kompyuter qatishni boshlaydi, sekin ishlashni boshlaydi va kerakli ma'lumotlar yo'qolishni boshlaydi. Mana fayl papkalaringizda qandaydir ma'lumotlar yo'qolib, qandaydir tushunarsiz holatga keladi. Notanish papkalar paydo bo'ladi. Notanish papkalar, tushunarsiz papkalar, yozuvlari bir tushunarsiz yozuvdagi papkalar paydo bo'ladi virus tushgandan so'ng. Virus bu kompyuterda sekin astalik birdaniga ishdan chiqarmaydi. Sekin astalik bilan mana birinchi kompyuterga tushgandan keyin virus avvalo birinchi ko'payadi. Ko'payib sekin astalik bilan kompyuter sekin ishlashiga, qatishiga, ma'lumotlarni yo'qotilishiga, shuna tartibda ketib turib, oxiri operatsion sistema, ya'ni Windows bo'lsa, Windows operatsion tizimini ishdan chiqaradi va kompyuter shundan so'ng yonmay qoladi. Mayda F-Secure'ning jami natijasi 10 balldan 803 ball tashkil etadi deyapti. Ya'ni yuqori darajada himoya qilishini ko'rsatib beryapti. Bu Kaspersky antivirusi hisoblanadi. Bundan tashqari antiviruslar ham ko'p. Men sizlarga bu Kasperskyni gapirishimdan maqsad bu yuqori darajada himoyalaydigan. Bundan tashqari Avast antivirusimiz bor. Ko'pchilik foydalanadigan Note EC32 antivirusimiz bor. Lekin bularning ichida mana eng ko'p foydalanayotgani mana ko'rib turibsizlar, mana Kaspersky mana 803 turibdi mana. 803, ya'ni ancha yuqori. Antiviruslar Bitfender dvigatelida ishlaydi. Shuning uchun bizning himoyachimiz bilan tizim jiddiy yukni boshdan kechirmaydilar. Windows F-Secure xavfsizligi 2016-yil qayta ishga tushirilgandan so'ng juda ko'p
yuklangan bo'lsa, protsessor resursidan foydalanishini 100% davom 100% etadi. Ammo uzoq vaqtga emas. Oddiy Finlandiyaning antivirusi ruminiyalik datga nisbatan kamroq RAM dan foydalanadi, ya'ni 75 MB dan kam. Bu antiviruslar tezkor xotira, ya'ni RAM bu tezkor xotira, shundan joy olishini aytyapti. Tezkor xotiradan joy olgandan so'ng bu kompyuterga qancha kam joy olsa, qancha kompyuterda ishlashiga ta'sir qilmasligi uchun tushuntirilyapti. Mana endi munosibligini ko'rib chiqamiz. F-Secure'ning zararli dasturlarni blokировка qilish uchun PTM Mac OS testida ajoyib natijalar, juda tez ko'rish tezligi, ya'ni viruslar tez ko'rishi, DeepGuard xatti-harakatlarini aniqlashning bir komponenti, hatto so'nggi malwarening ham aniqlaydi. Qisqa soddalashtirilgan interfeys. Oldingi antiviruslar interfeysi tushunarsizroq, ya'ni yangi foydalanuvchi tushunarsizroq bo'lgani uchun qiyin bo'lgan. Hozir bu soddalashtirildi. Kamchiligi zararli aloqalardan himoyasi yo'qroq ekan. Laboratoriya testlarida eng yaxshi natijaga bermagan, ya'ni 10 balldan 8.3 berayotganini ko'ryapsiz. O'shani aytyapti. O'zi aslida kompyuterimiz antivirusini mukammal himoya qilish uchun esa uni antivirus bazalarini tez yangilab turishimiz kerak bo'ladi. Muhim ahamiyatga ega. Kompyuterdagi antivirus va uning bazasi va ключi yangilangan holda bo'lsagina mukammal ishlaydi. Misol uchun antivirus siz 3 oy oldin o'rnatgan bo'lsangiz, o'shandagi baza bilan qolib ketgan bo'lsa, antivirus bu viruslardan mukammal himoya qilmaydi. Shuning uchun albatta kompyuter o'rnatilgandan so'ng uning albatta bazasini yangilab turish zarur. Bugungi mavzumiz shu. Yana bu mavzuga qiziqarli mavzularni yana davom ettiramiz. Bu qiziqarli mavzu. Bundan tashqari antiviruslarni ham keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Hammalaringga sog' bo'linglar.